Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tarixiy obidasida xudo xohlasa mana ustozimiz Qahramon aka boshchiliklarida ko'p ilmiy ishlar olib borildi. Yemindan terak qurtlariga va undan tashqari yog'och qurtlari, termitlarga buni yechimlari, holatlari bo'yicha to'liq tushuncha ishlarini olib borganlar. Shu ustozim bilan birgalikda xudo xohlasa mana shu termitlarga qarshi aholini qiynab keladigan holatlar bo'yicha ancha kerakli va samarali ishlar olib borilmoqda. Sizni kuzatib boring. Xudo xohlasa undanda qiziq roliklarimizni qo'yib boramiz. Rahmat hammalaringizga. Bizni kuzatishga davom eting. Xizmatlarimiz litsenziyaga ega. Men shu narsani aytib qo'ymoqchi edim. Va undan tashqari dorilarimiz hammasi litsenziyaga ega. Eng asosiysi kafolat xati, undan tashqari kvitansiyalar bilan qo'llaringizga qilib beramiz. Rahmat hammalaringizga, sog' bo'ling.